Mana bugun 5-ish kunim, ishga qarab ketyapman. Ishga ham yetib keldim. Motorkada juda ham ko'p zapchastlar bor. Ishni instrumentlarni o'z joyiga qo'yishdan boshladim. Assalomu alaykum, bratim, qandaysiz? Eski farlarni yechib, yangisini qo'yishim kerak ekan. Bamperni chiqarib, farni ham o'z joyiga qo'ydim. Endi qotirishim kerak. Mana yangi far bilan eski farning farqi. Yangi farga bitta tonirovka ko'rsak bo'ldi. Mana farni qo'yib, hamma boltini qotirib chiqdim. Endi esa obed. Obedni ham qilib bo'lgandan keyin moy to'kishni boshladim. Moy to'kib, yangi moy qo'yib, maslini filtrini ham almashtirdim. Qaramang, nima deb o'ylayapsiz? Kim deb o'ylayapsiz meni? Mana 5-kunning ham videosi tugadi. Video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'ying. Shanba kuni ham 6-kunning videosini videoga olib Instagramga joylayman.